Ilgari nogironlik belgilash uchun tuman markazidagi bo'ladigan vrachlik maslahat komissiyasiga borish talab etilgan bo'lsa, bugungi kunda arizani MyGov orqali onlayn yuborish mumkin. Shuningdek, mahalladagi oilaviy shifokor hamda ijtimoiy xodim orqali ham rasmiylashtirish mumkin. Bu aholi uchun katta yengillik yaratdi. Sirdaryo viloyati miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda nogironlik belgilash uchun murojaat qilayotgan fuqarolarning qariyb 50%, ya'ni yiliga o'rtacha 11 ming nafar shaxs aynan oilaviy shifokor orqali murojaat qilmoqda. Yana bir muhim yangilikdan biri murojaatlarning har bir bosqichi raqamlashtirildi. Endi fuqaro arizasi qabul qilingandan tortib tibbiy davolanish, tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasiga yo'llanma berish, nogironlik belgilash yoki rad etish bo'yicha barcha jarayonlar fuqarolarga SMS xabarnoma orqali ma'lum qilinadi. Bu orqali har bir murojaat nazorat ostiga olinib, asossiz kechikishlarga barham berilmoqda.